Hindistonning prezidentining oilasining shaxsiy oshpazi, undan tashqari ko'plab Bollywood yulduzlarining shaxsiy oshpazi bo'lib ishlagan Bramdev Chachamni oldilariga keldim. हाँ जी नमस्ते जी एक बार हमारे रेस्टोरेंट में आपका वेलकम है जरूर पधारिए हमारे रेस्टोरेंट नमस्ते जी Do'stlar, ko'pchilik Hind oshxonasi haqida noto'g'ri fikrga ega. Shu sababli men ishimni birinchi bo'lib oshxonani ko'zdan kechirishdan boshladim. Hamma joy chinni-chiroq. Eng asosiysi bu yoqda o'zimizning o'zbek opalarimiz ishlashayotgan ekan. Mana bir pasda zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Birinchi bo'lib chicken biryani. Da ko'rinishidan o'zimizning oshga o'xshab ketadi. Lekin mazasida ancha farq bor. Oshga nisbatan yog'sizroq va ko'proq ziravor solingan. Ichidan shunaqa tovuq go'shtlari ham chiqib keladi. Biz mantini qatuvsiz yemaganimizdek, bular ham biryanini qatuvsiz yeyishmaydi. Navbatdagi taomimiz chicken curry. Bu ovqatning ham mazasi menga juda ham ma'qul. Chicken curryni odatda guruch bilan yeyilar ekan. Haqiqatda aytishganicha bor ekan. Rostdan ham guruch bilan yaxshi chiqishib qo'yar ekan. Va oxirgisi bizda achcho tovuq. Men bitta narsani aniq ayta olaman. Bu taomlardan yeb ko'rgan har bitta inson Hind oshxonasiga nisbatan fikri o'zgarishi aniq. Bu yoqda desertlarni ham maromiga yetkazib tayyorlashadi. Yaqinda mana shu videoga bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqib qolmasin. Do'stlar, restoranni manziliga keladigan bo'lsak, Yakkasaroy tumani Qushbegi masjiddan aeroport mostiga qarab ketaverishda o'ng qo'lda joylashgan to'liq lokatsiya Telegram kanalimda bor, bemalol kelaverasizlar.